Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi taraflason darvozamizni ustonomkasini yakunladik. Ishimiz bilan tanishib chiqishingiz mumkin, keyin obzorini qilib beramiz, xudo xolasa. Darvozamiz bilan tanishib chiqdingiz. Xudo xolasa darvozamizdan chiroyli o'rnatdik. Hozir egalariga juda ma'qul. O'zbekistondan pullarni oldik. Darvozamiz nechta rangda? Mok asfalt rang sepganmiz. Ko'ryapsiz, matri bo'lib turibdi. Darvozamiz razmeri eniga 4 metr, bo'yiga 350 bo'lgan. Bu darvozamizni narxini 20 million so'mga kelib ustonomka qilib beryapmiz. Materiallarga keladigan bo'lsak, darvozamizning yondan qismlariga 10 gon profil qo'yganmiz. 205 stenka har doimgidek. Ramkalariga dislar brusak plyusovoy bo'lgan, mana bu betlari 2 qavatli shumkali bo'lgan, taylari shivli. Zamonlarimiz ham Hilux zamonlardan sifatli, mustahkam zamonlar. Sinovdan o'tgan, shuning uchun shuni qo'yamiz. Hech qayerda parod qilgani yo'q. Pachimliklarimiz ham orqa tarafda o'sha shanellarimiz ham pachimlikli bo'lgan. Orqa taraflarimiz pov qo'yilgan, center zamonli. Darvozamiz juda ideal variantda qo'yilgan. Profillarimiz ham mayda juda profillarimizgacha hammasini zakasni stenkada baquvvat qilib qo'yib berilgan. Shunaqa zakas darvozalarga rasotga qaramay chiroyli ideal qilib yasab, yoqadigan qilib, ma'qul keladigan qilib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Bu fason bu dizayndagi darvozalarimiz narxlariga keladigan bo'lsa, kvadrat metrini 1 400 ming so'mdan 1 600 ming so'mgacha o'rnatib beramiz. Dastavka xizmatlari ichida bo'ladi, O'zbekiston Respublikasi bo'ylab. Qo'shni davlatlarga kelishuv asosida. Bemalol raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib, videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like ayamaysizlar. Biz xursand bo'lib qolamiz. Ishimiz rivoji uchun hissa qo'shgan bo'lasizlar. Qachondir shu yaxshi niyatlarda qurgan xonadoningiz, uchastkalaringiz bo'lsa, telefon qilsalaring, borib, xursandchilik bilan darvozalarni ustonomka qilib kelamiz. Elite music.